Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Mana yana bir xizmatimizda o'z nihoyasiga yetkazib bermoqdamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu xizmatimizda oq ogrit tunkalarimizdan foydalangan holda o'z nihoyasiga yetkazib bermoqdamiz. Bu xizmatimizda ko'cha shapka, doraxona va ichki shapkalarni qilib berganmiz. Mana bu ko'rib turganingiz ko'cha shapkalari juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Qoshga 90 rasli fasonda bo'lgan. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tunkaning kvadrati ko'proq ketadi. Chunki tunkaning bukilishi, muzqatilishlari ham bor. Shularni ham inobatga olib qo'yamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Musofirda bo'lsangiz ham bemalol bog'lanishingiz mumkin. Mana azizlar, ko'rishingiz mumkin, bu shapkalarga ham oq modli tunkalarimizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Ko'rib turganingizdek juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Azizlar, biz oldin xizmatlarimizni faqatgina vodiy bo'ylab amalga oshirayotgan edik. Endi Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'ylab ham xizmatlarimizni amalga oshiryapmiz. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Mana azizlar, bu esa doraxonasini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Azizlar, ishimizni yo'l o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying.